هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Naziat tefsiri 27. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende Dehtanlağa İbn-i Kethir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Naziat suresi 27. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sizlerni yaratış müşkül mü? Ya ki asmanını yaratış müşkül mü? Allah asmanını yarattı. Onun egizlikini yüksek kıldı ve kemkütsiz kıldı. Onun keçisini kapkaranğı, kündüzünü yop-yoruk kıldı. Şunundan keyin zeminni ahli zeminning turishig'a layık kılıp yaydı. Zemindan bulaqlarni aqtirdi. O'simliklarni o'stirdi. Tağlarni zeminda muqim qildi. Allah Teala ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. Osmon va zaminlarni yaratishning insonlarni yaratishdan qiyin ekanligi to'g'risida. Allah Teala qiyomat kuni kishilarning qayta tirildirilishini inkor qiluvchilarga ularni qayta tirildiradiganligiga fakt keltirib mundaq dedi. Sizlarni yaratish mushkulmi? Ey kishilar, yoki osmonni yaratish mushkulmi? Belki osmonni yaratish sizlarni yaratishdan qiyindir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Allah mahir yaratquchidir, hammani bilguchidir. Allah osmonni yaratdi. Allah Teala osmonni qandaq shaklda yaratganligini o'zining tövendeki oyatlarida tafsili bayon qilishga boshlab mundaq dedi. Uning egizligini yuksak qildi va kamkutsiz qildi. Ya'ni Allah Teala osmonning qurilishini egiz, etkini keng, atrofini takshi va qorong'u kechalarda yulduzlar bilan beziladigan qilib yaratdi. Onun keçisini qapqarang'u, kündüzünü yop-yoruk kıldı. Yani Allah Teala osmonning keçisini qattiq qarang'u, kündüzünü nur chechib turadigan yop-yoruk kıldı. İbn Abbas Allah Teala'nın onun keçisini qapqarang'u degan oyatning ma'nosi onun keçisini qarang'ulaştırdı deganlik bo'ladi dedi. Bu ayetning ma'nosi haqida Mujahid, Ikrima va Said ibn Jubayr qatorliqlarmi shundaq dedi. Ko'plagan tafsirshunos olimlar Alloh taolaning kunduzni yop-yo'riq qildi degan oyatining ma'nosi uning kunduzini yo'riqlashtirdi deganlik bo'ladi dedi. Shuningdan keyin zaminni ahli zaminning turishiga loyiq qilib yaydi. Allah Teala zaminni qandaq yayganligini tafsili bayon qilib mundaq dedi. Zamindan buloqlarni aqtirdi. O'simliklarni o'stirdi. Sura Sajdada zaminning osmondan burun yaratilganligi, lekin uning yeyilishining osmon yaratilib bo'lgandan keyin bo'lganligi bayon qilinib o'tildi. Yani zaminning aslida qabul qilmoqchi bo'lganini amaliyotga chiqardi. Bu İbn Abbas va boshqalarning qarashidir. Bu qarashni Ibn Jarir to'g'ri deb qaradi. Tog'larni zaminda muqim qildi
ya'ni Alloh taolo tog'larni o'zlarining o'rinlarida mustahkam va ching turadigan qilib o'rinlashtirdi. Alloh taolo hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hamma narsani bilguchidir. Mahluqotlarga mehribondir, shafqatlidir. Alloh ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanishi uchun yaratdi. Ya'ni Alloh taolaning zaminni yeyib buloqlarni etildirib chiqarishi, uning ostidagi boyliqlarni oshkorlashi, o'stanlarini oqqizib berishi, ziroatlarini, daraxtlarini va meyvelerini o'stirib berishi, zaminning o'z ustidagi kishilar bilan tavrinib ketmay jim turishi uchun uning ustida tog'larni mustahkam o'rinlashtirishi bo'lsa, bandalarning foydalanishi va u bandalar toki o'lgunga qadar shu dunyoda yashagan muddatda yeyish va minish uchun ehtiyoji tushadigan hayvonlarning foydalanishi uchundir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Qiyomat kelganda shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini eslaydi. Qarg'uvchilarga jahannam uchiq ko'rsatiladi. Kimiki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Rabbining oldida so'roq tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen uni qandaqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Rabbingga xosdir. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan to'g'andek gumon qiladi. Qiyomat kuni u kunning yuz beradigan vaqtining aniq emasligi va u kunda beriladigan mukofot va jazolar to'g'risida. Qiyomat kelganda shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini eslaydi. Ya'ni qiyomat kuni insonlar dunyoda qilgan yaxshi yomon qilmishlarining hammasini bir-birlab eslaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: shu kunda inson, ya'ni kofir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganning uningga nima foydasi bo'lsin? Qarg'uvchilarga jahannam uchiq ko'rsatiladi. Ya'ni qarg'uvchilarga jahannam uchiq ko'rsatildi-da, ular jahannamni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Kimiki kufrda, gunohda chekidan oshadigan, dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rdigan, ya'ni kimiki kufrlikda haddidan oshadigan, dunyo ishlarini din va oxirat ishlarining oldida qo'ydigan, uning joyi haqiqatan jahannam bo'ladi. Ya'ni uning o'rni jahannam, yeydigan tamoqi zaqqum degan daraxt va ichadigan ichimligi yuqori haroratli qaynoq suv bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rabbingning oldida so'roq tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafsi xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, ya'ni Rabbining oldida turishdan va o'ziga Rabbining hukm chiqarishidan qo'rqqan, shuning bilan o'zini nafsi xohishga berilishdan cheklagan va Rabbiga bo'ysunishga qaratgan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Uning o'rni va qaytish joyi ozod bo'lgan jannat bo'ladi. Ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Sen uni qandaqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Rabbingga xosdir. Ya'ni uning qachon bo'ladiganligini bilish sening yoki boshqa birisining ishi emasdir.
Uni bilish faqat Alloh taologa xosdir. Alloh taologa xos ishdir. Uning qachon bo'ladiganligini aniq biladigan zot yolg'iz Alloh taolodir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek, uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Va Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: Uni bilish Rabbingga xosdir. Shuning uchun Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning qachon bo'ladiganligi to'g'riliq so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga qiyomat haqida so'rag'uchidan bilimlik emasdir deb javob bergan. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Ya'ni seni faqat kishilarni Alloh taoloning azobidan va uning intiqom elishidan qo'rqitish va ogohlantirish uchun payg'ambar qilib avatdim. Kimiki Alloh taolodan o'zining Alloh taolo oldida hisob berishidan va uning tahdididan qo'rqib sana ergashsa, u nijot topgan va g'alaba qozongan bo'ladi. Arzusiga yetolmaslik va ziyon tortish bo'lsa, faqat seni inkor qilgan va sen qarshilik ko'rsatgan kishilarga bo'ladi. Ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan to'g'andek gumon qiladi. Ya'ni ular qiyomat kuni qabrlaridan qo'pib kelib, to'planish maydonida turgan chaqda o'zlarini go'yo dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atigan to'g'andekla gumon qilib, dunyoda turgan vaqtini nihoyat oz his qildi. Jubayra Zahhakdan Ibn Abbosning oyatdagi faqat bir kechqurun degan so'zdan zuhur vaqti namozi bilan, zuhur namozi vaqti bilan mag'rib namozining oraliqi va yoki bir atagan tug'andek degan so'zdan kun chiqqan vaqtdan ching tush bo'g'ichilik bo'lgan oraliq ko'z tutildi deganligini rivoyat qildi. Qatada bu oyatdan kishilar oxiratni ko'zlar bilan ko'rgan vaqtida ularning nazaridagi dunyoning muddati ko'z tutildi dedi. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Naziatning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Abasa tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.